Azbek aka kecha telefon qilib mandal qo'rini yer ostiga ko'msa bo'ladimi degan savol bergandingiz. Yer ostiga shuni o'zingiz tajribangizda qo'llaganmisiz yoki bironta qo'llaganlarni ko'rdingizmi? Biz boshida har bir ishni qilib ko'rishga harakat qilganmiz. Mandalli turbani ishlatib ko'rganimizda biz xohlagan natijani bermagan. Faqat biz bir marta qo'llaganmiz buni, bo'ldi. Demak bo'lmas ekan sinov uchun. Bu fikrda qolganmiz biz. Sizdan kecha so'raganimni ham sababi yangilik bo'lsa, bizning xabarimiz bo'lmasa, shunday qilish mumkinmi? Asosiy maqsadim shu edi. Zavod tomonidan gapiriladigan bo'lsa, mandallik turbalar o'zi yer ostiga mumkinmi aka? Chunki kechirasiz, bu savolni berishimdan sabab hozirgi ko'p fermerlarimiz imkon qadar arzonroq tushishi uchun, summasi arzonroq tushishi uchun mandallik turbalarimiz nisbatan arzon, montaj jarayonlari juda oson, ulab ketadi. Shuni hisobiga ko'p joylarda yer ostiga ham ishlatib qo'yilyapti bu narsalar. Ozroq tajribasizlik bo'lyaptimi bu? Shu maqsadda so'ragan. 2-3 kishidan men tajribali mutaxassislardan so'radim. Ular tavsiya qilishmadi. Negaki, mandalli qo'rni o'ziga yarasha, keling ko'rsatay mana shu yerda tuproqning og'irligi bo'ladi, keyin siqilishi, zijlanishi bo'ladi vaqt o'tgan sari. Xo'p. Agar tuproq xudo ko'rsatmasin bu tarafini bosib qolsa deyaptilar, dasholkadan chiqib ketib, qo'rni chiqarib yuborish. Chunki bu yerda bu narsasi bu yerga kirib, bu yerdan shunday ushlab turadi, buni qisib ushlab turadi. Agar bu bosilib ketsa, qanchadir vaqt davomida buni tuproq ezadigan bo'lsa, davleniyada buni hech narsa ushlab turmaydi. Na kley, na sallik bor, lekin unaqa mahkam turmaydi, to'g'rimi bu? Shunday dedilar. Yana bir narsani aytdilar. Mandal qo'rning salnigi yer ostiga ko'mishga mo'ljallanmagan dedilar. Asosiysi bu bo'ladi, jabrasi bo'ladi. Jabrasi suv kelgan paytda tuproqni bosish holatida salnik o'ynash holati ham yuzaga kelishi mumkin. Keyin suvni chiqarib yuborish holatlari ham yuzaga keladi dedilar. Suv chiqarsa bu yer ostida bo'lgani uchun ko'rinmasligi ham mumkin. Shuning uchun tavsiya qilishmaydi yer ostida. Demak, mandallik turbalarimiz zavod tomonidan yer osti uchun ishlab chiqarilmaydi. Yo'q. Ishlab chiqarilmaydi, faqat yer ustidan. Yer usti. Shu yomg'irlatish, tomchilatishga ishlatiladi yer ustidan. Tushunarli aka. Menimcha bu juda ko'p fermerlarimizga foydali maslahat bo'ldi, chunki ayrim fermerlarimizda montajchilarimiz summani kamroq, ozroq chiqishini maqsadida ham bu turbalarni yer ostiga bog'lar uchun ham tavsiya qilishyapti. Shunaqa nimalari bo'lyapti, fermerlarimiz aldanib qolgan joylari ham, holatlari ham bo'lyapti buni. Shunga agar ma'lumot uchun yaxshi bo'ldi. Xo'p. Azbek aka, o'zi keyingi etapda shu bog' uchun, ekinlar uchun masalan qanaqa tomchilatib sug'orish lentasi yoki tomchilatib sug'orish trubkasi tanlash kerak? Shular haqida ham fermerlarga o'zingizning ma'lumotlaringizni bersangiz. Agar aka bizda eng ko'p bo'ladigan muammo, savol, keyin bu tortishuvlarga sabab bo'ladigan narsa, bu shlankalarimizni tashash mumkin bo'lgan masofa. 16 diametrlik bog' uchun ishlatiladigan 50 santimetrli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 100-120 metr, 130 metrgacha maksimalni tortadigan bo'lsak, buni ko'rib, ayrim joyda ko'rib turib, e'tibor berishmayapti orasidagi shagiga. 50 santimetrlikni 120 metrga tortsa, 30, 25, 20 ni ham 150 metrgacha tortib qo'yadigan holatlar bo'lyapti. Bu meni hisob kitobim bo'yicha aka mumkin emas. Sababi buni 16 lik turbani o'tkazuvchanligi, misol uchun 100 metrda 50 santimetrlik 200 ta tomizgichimiz bo'lsa, 25 likda bu 400 taga ko'payadi. Har biri 1.6-2 litrdan suv tomizganda 2 barobarga suv oshib ketib qolyapti aka. Shuni e'tiborli bo'lish kerak. 16, 20, 22 bo'lishidan qat'iy nazar, buni har bittasini o'zini suv o'tkazuvchanligi bor. Teshiklar soni, asosiy teshiklar soni. Buni agar hisoblashda biz to'g'ri tushuntirsak, menimcha dehqonlarimizga yaxshi bo'ladi. Shuni xudo xolasa ichkarida shu bog'lar bilan ko'rsatamiz keyinchalik. Keyin juda ko'pchilik tiyalikka tortaman deydi, tomchilab sug'orish trubkasini. O'shaning uchun biz kompinsion emitrali tomchilab sug'orish trubkalarini tavsiya qilamiz. O'sha siz dala maydonlarda shunaqa kompinsion emitrali tomchilab sug'orish trubkalarini ishlatganmisiz? Ishlatganmiz. Buni ko'pchilikka agar to'liqroq tushunmasliklari mumkin. Hammasini ham shunaqa deb o'ylashadi. Yo'q, lekin bu o'zingiz aytmoqchi, kompinsion tomizgichlarimiz tannarxi qimmatroq tushadi. Hamma joyda ham ishlatilmaydi. Bu asosan pastdan yuqoriga qarab yoki yuqoridan pastga qarab beriladigan suv tomizishi kerak bo'lgan yerlarimizga ishlatilsa, bir xilda tomadi. Eng past bo'lgan nuqtamizda ham, eng baland bo'lgan nuqtamizda ham
bir xilda suv tomib berish vazifasini bajaradi. Tekis bo'lgan joylarimizga buni ishlatib isrof qilishni ham o'zi aslida kerak yo'q, sababi tannarxi ham balandroq chiqib keladi adashmasam. Mana o'zimiz Samarqand viloyatida uzum yetishtirish bo'yicha qo'shrabot juda ommalashib ketgan. Bizdan kelishadi 16 lik teshiksiz trubkaga yoki 20 lik teshiksiz trubkaga o'zining maxsus tomizgichlarini olib o'rnatib ketishadi. O'shalar kelishadi-yu, aka o'shandan baraka topdim, hosildorlik yaxshi bo'ldi deb yana kelasi yil ham kelib olib ketishadi aka. Dala maydonlarini ko'paytirishadi. Ma'lum bir boshlanishda 10 gektar qilishadi, keyinchalik yana 10 gektarga qo'shib ketishadi. Shunaqa tomizgichlik, teshiksiz trubkalarga siz bog'larga shunaqa loyihalar qilib berganmisiz? Buni katta maydonlarga qilmaganmiz. Asosan dekorativ daraxtlarga. Shaxsan meni tajribamda bunaqa katta maydon bo'lmagan. Yolg'on gapirish kerak yo'q. Faqat dekorativniy daraxtlarga yoki gullarga, shunaqa joylarga, kichkina maydonlarga o'zimiz uchun buni sinab ko'rganmiz, qilganmiz. Uni sug'orish juda ham qiyin bo'lgan maydonlarda qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Haligi aytganimizdek, hamma narsani o'zini o'rni bor. O'rnida ishlatgan yaxshi. Bog'ni gaplashdik. Sabzavotlarga, paxtaga, kartoshka, sabzi, shunaqa ekinlarga oddiy tomchilatib sug'orish lentasi tavsiya qilinadi o'zi. Ular ko'p yillik ishlatish uchun nimalarni amalga oshirsa ko'p yil ishlata oladilar. Tomchilatib sug'orish lentasini. Tushunarli. Buning uchun filtrning sistemani yaxshi tanlash kerak aka. Sababi ichkaridan to'lib qolmaslik kerak. Bu ishlatib turgan ekin turiga ham bog'liq. Ko'chat tayyorlayman. Mevali daraxtlarni intensiv ko'chatlar tayyorlaymiz. O'sha yangi tipdagi podvoylarda ekib, bularda bizga misol uchun o'zingizdan olaman 2 yilda shlankamiz hech qanaqa muammo tug'dirmasdan ishlab kelyapti. 2 yil davomida. Endi bu biz tajribamizdan o'tgani maksimum 2 yil. Chunki undan oshiq yillik ekin hali ekmadik. Ayrim ekin turlarimiz bo'ladi. Shlankani ekin turini o'zi urintirib qo'yadi. Bizda ham ko'chatda ham shunday bo'ladi. Ayrim tikonlari bor, bu teshib qo'yishi mumkin. Keyin hozir ko'pchilikda bo'lsa kerak bu narsa dala hasharotlar deymizmi, zarar ko'randalar. Bu misol bizda ko'rkalamushlar bor. Bular yozgi kunida ayniqsa suv ichish maqsadida ko'p teshib qo'yadi shlankalarni. Bu endi tabiat qonuni. Tabiat qonuni bu. Shunday. Biz klasterlarga boramiz, qimmat lenta olib 2-3 yil ishlatganlarni ham ko'rganmiz. Chunki u lentalarning emitter qismi katta hisoblanadi. Katta bo'lgan sabab narxi 2 barobar, mana o'zimizda ishlab chiqaradigan tomchilatib sug'orish, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tomchilatib sug'orish lentasidan 2 barobar, 3 barobar qimmat bo'ladi. Ular 2-3 yil ishlashadi lekin. Shuning hisobiga qimmatrog'ini olishsa 2-3 yil ishlatishadi. Oddiy o'zimizning mahsulotlarni olishsa 1 yil ishlatishadi. Eng kamida. Sababi agar ehtiyot qilib, to'g'ri hisob-kitob bilan ishlatiladigan bo'lsa, aka, men o'zim aytganimdek, siz misol uchun o'sha lentalaringizni 1 yilga garantiya berasiz, to'g'rimi? Shunday. Lentaga. Men sizlardan olgan lentamni 2 yil, to'liq 2 yil ishlatdim. Hech qanday muammosiz. Uni yana ishlatish ham mumkin, lekin u tarafali qo'shiqchi ekanim ham noto'g'ri deb o'yladi. 2 yilda ishlatib olingan shlankalarimiz ham hali unaqa sifatini yo'qotmagan. Faqat tushunib, ehtiyot bo'lib, o'sha aytganimizdek filtrning sistemani to'g'ri tanlash kerak. Sistema to'g'ri bo'lsa, shlankani umri uzoqroq yetadi. Xo'p, Avazbek aka, o'z o'rnida shu mandal quvurlarni ham, uстановка jarayonlari ham plyus tomonlarini, minus tomonlari menimcha bunda yo'q. Plyus tomonlari bor, ularni ketishlariga juda oson. Shunday. Buni haqida ma'lumot bera olasizmi? Shu o'zingiz ishlatgan. Buni montaj jarayoni, aytganimizdek, agar buni minus deb bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri ishlatilsa, ertaga ko'nmasa bo'ldi. Buni minus tomonlari endi bilmadim. Biz hali nima qilmadik? Vaqtinchalik mavsumiy yer ustidan montaj qilish uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa, shu nimaga ishlatiladigan bo'lsa, 1 yillik ekinlarga asosan. Buni mana bilishim bo'yicha yig'ib montaj qilish juda oson bo'lganini hisobiga mavsumiy ekinlar uchun ishlatsa bo'ladi. Misol uchun mana ikkita turbani bilamizki, bu tomoniga turba zavod tomonidan biriktirib beriladi. Buni ulash bu yoqqa salnik qo'yiladi. Hozir menimcha hali urinib qolmasligi uchun bu qo'yib qo'yilmaydi. Bo'ldi. Ichida hozir biroz qimirlash bor, lekin ichida salnik bo'lgan paytda bu qimirlamaydi, shunday qoladi. Biz yer tagiga ko'mganda mana buni nazarda tutgandik, bu bosilib chiqib ketishi mumkin. Asosiy nimasi shu sababi. Qolgan paytda
misol uchun mana T deymiz, krestovinalari bo'ladi. Montaj jarayoni juda ham kerak bo'lsa bu PVC turbalarimizdan ham ko'ra tezroq bo'ladi buni. Yengil. Ha, 12 metrdan bo'ladi. Turbalari 12 metr, 6 metr taqib ketir, zakazga qarab. Maksimum menimcha 12 metr. Bu xuddi bir yoshligimizda Lego o'yinchoq. Ha, Lego o'yinchoqqa o'xshaydi bu. O'xshab. Juda oson bo'ladi bu. Ha, lekin bitta narsasi bor, yer ostki montaj turbalaridan ko'ra davleniyaga sal kamroq davleniya beramiz bunda, yer ustidan bo'lganini hisobiga. Keyin buni ularga nisbatan xizmat qilish muddati ham biroz qisqaroq. Sabab quyosh nuri buni o'zini nimasini sifatini vaqtlar davomida yo'qotishiga sababchi bo'ladi. Ammo lekin 10 yilgacha ishlatishadi. 10 yildan oshiq ham ishlatish mumkin. Unga 50 yil garantiya berilganida garantiya berilmaydi demoqchiman zavod tomonidan.